Ey! Что за перелет? Ibodan. Oy, joni kam ekan-ku. Tez o'lib qoldi. Xetdagan deganda. Qarash o'lmaydi o, suka qarash, fuka beramiz, yasha o'lmaydi. Hey, roundda ham taktika qilsak bo'ladi. Mana shu yerda bitta taktika qilsak bo'ladi. Digilda urolsam, vaqtcha zaroat bo'ladi lekin. Mana shu yerga chiqamizda, digildan yo'q, uniki kelli bormi, nima tez yugurib ketdi. Qo'rash. Digilda urolamanmi? Yo'q, 71. Voy. Ey! Ikkita chiqyaptimi, eli? Ben şişeyin intibas var, vaçarangmış. Men uchun atiga ikkitagina raund qoldi, lekin bu raundlar juda qiyin raundlar desam bo'ladi. Men uchun ikkita headshot berishim kerak. Bu yerdan Digilda yoki video ura olamizmi? Bu yerdan chiqsa, oy 81 Travashda hey bu yerdan borib ota olamizmi? Oy, meni qanday ko'rmay qoldi? Yartınız xana. Bizda qaysi baza? Oho, bu bazada ham bir normalmi taktika bor. Lekin o'xshash qiyin-da buni. Mana bu yerga chiqib turib Digil bilan otish kerak edi. Bunaqa bu narsalar 10 tadan bittada o'xshaydi. Bu odam men bu yerda hech turamay qolganiga afsuslanib turdim. Bu yoqda berib qo'ydim. Mala desem. No bana o'zbek bola emas ekan. Endi biz baha gamingga druziya tashlab, biz for proud deymiz, ya'ni bu prank videoligini aytishimiz kerak. Kelida. Ko'nata уже сразу yo'poribdi-yu. Druziya boradimi? Hey, ne bespokойtga qo'ygan ekan, druziya bormayapti-yu. Uni 10 sekund so'rab qoldi. Bunga druziya bormas ekan. Mayli chiqsa Free Fire gaplashmagan bo'lsa ham streamga donat qilaveramiz. For proud deymiz aytib, prank videolar etganimizni yozaveramiz.